Sardoba universal klasteri 9000 yer maydoniga Xitoy navini ekkanmiz. 57, 41, 67, 87 navlarini ekkanmiz. Bizni yerlarimiz o'tloq maydoni bo'lgani uchun biz ifoda agronomlarini chaqirib, endi glifosatni har bir konturimizga yarim sotikdan 1 sotik joylarga sepib chiqdik. Sinov tariqasida sinovdan o'tgan maydonimiz, paxta o'lmagan maydonimizga 100% poliyaga keyin sepib boshladik. Mana shular endi glifosat sepilmagan maydon bu tomoni to'liq o'sha inson turgan joygacha shular berilgan. Yarim sotiq joyga shular berilgan. Sinov 9 kun 10 kunda jarayonida kutdik. Bugun 10 kun bo'ldi. Endi glifosat preparatida 3 litrda sepilgan. Mana qamish 100% o'lgan mana. Mana paxta turibdi mana. Bu Xitoy 67 navi. Mana bu tomonga ham sepilgan, mana o't qoldirmagan. Toza qilib qo'ygan quritib. Qolgan fermerlarga ham, klasterlarga tavsiya qilaman, ifoda bilan ishlashdi, agronomlar bilan maslahatlashib, keyin dorini olib sepishini tavsiya qilaman.